Qani Chinor kenti zooparkga xush kelibsizlar. Kanat tepasiga chiqsanglar, zooparkni qilib qo'yishibdi. Endi parrandalarni ko'rsatib, umringlarni yeyman men. Nega bitta sayrab qo'ying. Obunachilaring yapti. Kuchib chiqib qolmaydi shu qilib. Sayrab bering. Mon baqirib qo'ygan odati bor-ku, qaraqani qush. To's. Zo'r joy qilib qo'yishibdi lekin bor, bo'lar ekan. Onasi ham mana bunday chiqqandan keyin endi mana pulga arizga qilib qo'yishibdi. 115 ming so'm. Endi parrandalarni ko'ryapmiz. Bizga neobichnilari kerak-da. To'plarni ko'ryapmiz. Hatto echki bor, dangasa echki. Yotaveradi. Ovqat bersanglar yeydi lekin. Voy nimaga? Gel yerden gidelim. Kızın neresi bol koca bunda. Kızın neresi mi var? Endi zoopark ekan. Ben narxlarini bilib, aniqini sizga aytaman. Mana ekan. To'plar ekan. Bizga neobichnniy hayvon kerak. Ya, quyonni ham ko'ryapmiz. Neobichnniylari bormi? Biz faqat quyon ekan. Cały zapach. Da zoopark. Ya, quyondan boshqa hayvon yo'qmi, bilaydi. Nima ko'rsam mana. Qarab miya tinchlanadi deb bilan ko'rib. Har xillari bor ekan mana. Ona quyon. O'tlarni yeyishyapti. Bu yerda to'tilar. Shunaqa atmosferalarga zo'r qilishdan qaranglar. Bu yoqda zooparkda, bu yoqda anaqa. Chinor ketdan chiqishlar bilan bunaqa joy yo'q edi. Yo'q edi, yangi qilishibdi. Birgalikda ko'ramiz. Sizlar ham kelmaganlar bo'lsa, kelgandek bo'lib ketasizlar qarabchi. Tez ko'rishga harakat qilaman. Qarabchi, kelgandek bo'lib ketasizlar. Hozir bitta videoim bahona. Shu nima bor, nima yo'q ko'rasizlar-da. Endi ko'rganga yarasha bitta like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lardim bor. Bu qanaqa joy ekan? Qanaqa joy ekan? Mana mejira bilan tushib yurganmiz. Changal zo'rlardan o'tib takoyliq qilib qo'yishibdi. Faqat fotosessiya uchun qilishibdi. Bu boshqa narsa yo'q ekan, bu yoqdan boshqa. Bunday. Mana bunaqa atmosfera. Faqat telefon yaqin olib kelmaymanlar, tushib ketsa o'qlaysizlar telefonga. Shuning uchun telefonni chiqarib olib video olish tavsiya qilmayman. Mana. Qo'l boshqa narsa yo'q. Hop, endi qaytdi. Tez ko'rsataman sizlarga. Biz aylanib boshim aylanib ketdi. Hatto nima joy? Qushlarga yasab qo'yishga chiroylikini qilib. Opalar kelishyapti. Rossiya. Sizlar zo'r qilib qo'yishdi. Nima qilasizlar, o'zi yopilib oladi. Hech misri idishlar qaranglar. Mana endi qanaqa joy ekan? Yo'q, tetdi, bu yoqni ham ko'rsatam. Ular Chinor ketga kelsanglar, mana shunaqa joylarni ko'rasizlar. Bunaqa joy yo'q edi, men birinchi marta ko'raman buni. Chunki yangilik qilishdi. Diqqat qiyali deyapti, qarochi. Yaxshi tortgan rejimni qo'yib olib tortasizlar-da. Mana videoni uzmasdan qo'yaman. Tikka chiqib ketasizlarmi? Lekin zo'r qilib qo'yishibdi. Men tepada nima hayvonlar bor ekan bilmayman. Ichni. Atmosfera shekilli. Chiroyli bo'lsa.
yo'lda hech bir yo'q ekan. Faqatgina yo'l. Shu bilan zooparkimiz o'z nihoyasiga yetdi. 5 minut vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Yog'ini bolalar o'ynaydigan joy. Mana zaryadga ozgina qoldi. Charchadi odamlar. Qiyalyapti, qarang. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Yoqsa like bosib ketinglar iltimos. Degan mehnatimga yarasha. Arzimas mehnatimiz ham like bosib ketsanglar xursand bo'lardim. Komment yozib. Qiziq videolarni bosib uramiz. Hammaga rahmat.